Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, necha ro'zdan beri ba'zi do'stlar va birodarlar bir payomda WhatsApp'imga takror yuboradilar. Guruhlarga kiraman ham, guruhlarning ichiga ham shu payomlardan to'la har kim taylabdi birodarlar. Shu payomda avval bir eshitamiz, so'ngra qaytib shu payom borasiga necha og'iz gapiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xudovand tarafdan mana bir oyat nozil bo'lar ekan, shuni 15 nafarga shu kechani ichida yevorasiz. Agar yevormasangiz, siz 7 yilgacha qattiq narsalarga giribtor bo'lasiz. Yevorsangiz bo'lsa, inshaalloh taolo mana shu kechani o'zida sizga bildiradi. Subhanallohi valhamdulillah. Bale aziz birodarlar, qarang, aytadi, oyat nozil bo'libdi. Agar shuni 15 nafarga yuborsangiz 7 yilgacha bunday yaxshi ro'zlar ko'rasizlar, ya'ni xushvaqt bo'lasizlar deydi. Yo agar yubormasangiz badbaxt bo'lasiz 7 yilgacha deydi. Agar yuborsangiz shu kecha ta'sirini ko'rasiz. Va boshqa shunday payomlarni ko'p insonlar shuni tuzatgan. Oyo shularning haqiqati bormi? Shular qanday gapdi? Shu boraga sizlar bilan 1-2 daqiqa vaqtlaringizni olaman. Aziz birodarlar, bu bir yolg'on gapdi. Bu gaplar dindan emas. Bu gaplar hammasi bir firibkorlikdir. Har zotni Xudoga nisbat beradilar, dinga nisbat beradi, payg'ambarga nisbat beradi. Yolg'onlarni tuzatib, din deb ma'lumni qaddiga nashr qiladi, faxsh qiladi. Bu bir katta gunohdir aziz birodarlar. Bu dini Xudo bozi emas, bir o'yin emaski, har kim Xudoning dini bilan o'ylasa. Qaranglar, bu insonlar bir johil insonlar, bir nodon insonlar, bir zotda bilmayotgan insonlar, bexirad, beaql insonlar bu zotlarni qiladi. Ba'zilar bilmaslikdan qiladi va ba'zilar dini Xudoga zarba vorid qilishlik uchun shunday qiladi, qasddan qiladi, din dotini badnom qilishlik uchun qiladi. Vahiy ilohiy sho'xiy emas, aziz birodarlar. Qarang, Alloh taolo Qur'onga aytadi: "Va la taqulu alallohi ma la ta'lamun." Xudoga nisbat bermanglar bir zotga bilmaysizlar deydi. Bilmasa har zotga Xudoga nisbat berib ketmanglar deydi. Va payg'ambarimiz ham aytadi, har kimiki bir yolg'onni menga nisbat beradi deydi, do'zaxda joyi omada deydi. Joyini do'zaxdan so'ralgan jahannamga o'zini omada qilsin. Qaranglar birodarlar, bu payg'ambarlarni aytadi 15 nafarga yubar, 20 nafarga yubar. Inson bu 20 nafarga yuborganini 1000 nafarga beraversa, bunda yolg'on gaplarni xo'shbaxt bo'lmaydi. Inson 1 lakh nafar, lakho nafarga bundoq yolg'on payg'ambarlarni yuborgani bilan xo'shbaxt bo'lmaydi va zindagiligiga yaxshi ro'zlarni ko'rmaydi. Inson xo'shbaxt iymoni bilan xo'shbaxt bo'ladi. Amali solisi bilan xo'shbaxt bo'ladi. Sadoqati bilan xo'shbaxt bo'ladi. Rostlik o'yligi bilan xo'shbaxt bo'ladi. Xudoga yaxshi bandagilik qilsa, Xudo uni xo'shbaxt qiladi. Bu payg'ambarning zanjiraviki yolg'onda, tadobidan yolg'onda. Bu gaplarga ishonmanglar aziz birodarlar. Bu gaplarni oqibatga taylamanglar, nashr qilmanglar. Bir zotga bilmaymiz, shuni bilmaymiz, haqiqati bormi yo'qmi? Alhamdulillah, har qishloqqa ma'lum so'zlar bor, olimlarimiz bor, kattakonlarimiz bor, yosh kattalarimiz bor. O'shalardan so'rasak, shu qanday gapdi? Shuni bilsayki, shuni haqiqati bormi yo'qmi? Agar ma'lum so'zlar vaqtida aytdiki, shu gaplarni qilmanglar, durust emas deb qilmanglar degan. Nima uchun? Bu telefon burus o'zi mayda bo'lsa, o'zi mayda bo'lsa ham mas'uliyati kattakondir. Bir nima qilishlik uchun bir loyikani, masalan, bir ishtirok guzorlikni bir yubormog'ini, uni katta mas'uliyati bor. Shoyat yaxshi zot yuborsak, dini zot yuborsak, uni savob olamiz. Va agar Xudoy naxosta mana bunda bema'ni zotlarni, yo bir ohang bo'ladi, xondan bo'ladi, raqqosalarniki bo'ladi, Xudoy naxosta bundolar giriftor bo'lsak, har tarafga berib ketaversak, uni javob berishlik bor, uni mas'uliyati bor. Erta Alloh taolo hammamizdan so'raydi. Alloh taolo hammamizni xushyor bedor aylantirsin. Bundog'i bema'ni zotlardan o'zimizni uzoq qilsak va bundoq gaplarga ishonmasak. Assalomu alaykum va rahmatulloh.